Solak aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Solak aka, dishinglardan biri siz, mana 25 yildan beri O'zbekiston tashqarida yashayapsiz, hijratda yashayapsiz. Nima uchun hozirgacha O'zbekistonga qaytmadingiz? Bunun sebeplari, birinchi sebebi siyosiy sebeplerden ko'ra. Siyosiy sebeplerga ko'ra men O'zbekistonga qaytolmayapman. Chunki Karimov rejimi 27 yil davomida bizni bir u yerda raqib ko'rdi, raqib emas, hatto dushman ko'rdi va xalqqa ham bizni bir dushman olarak, O'zbekiston davlatini dushman olarak tanıttı. Bugungi rahbariyat ham o'sha fikrdan hali ham voz kechgani yo'q ko'rinyapti. Garchi biz umid qilgan bo'lsak ham haligacha O'zbekistonga bizga yo'l ochilgani yo'q. Siz o'zingiz O'zbekistonga qaytish istagini bildirdingizmi? Rasmiylar bilan muloqot qildingizmi? Albatta, muloqot qilganim yo'q, ammo men rasman 2 marta xat yozdim. Birinchisi o'sha ukamlar haligi qamoqdan ozod qilingan paytda tashakkur maktubi edi. Ikkinchisi O'zbekistonga qaytish uchun maktub yozdim. Ya'ni mening rasman oqlanib O'zbekistonga qaytishim uchun O'zbekiston hukumatı bu harakatni boshlash kerak degan ma'noda shaxsan prezident O'zbekistonning rahbari Shavkat Mirziyoyev nomiga maktub yozganman. Ammo hech qanday javob kelgani yo'q maktubga. Javob olganim yo'q. Shavkat Mirziyoyev har holda boshqa siyosatchi. Sizni azaliy, abadiy raqibingiz Islom Karimovdan farq qiladi. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun sizda O'zbekistonga qaytishingizga to'sqinlik bor? Men ham shu deb o'ylagandim, boshqa siyosatchi, boshqa odam tabii shaxs olarak ham boshqa odam. Ammo menga nisbatan bo'lgan siyosati Karimovning siyosatidan bugun farq qilmaydi. Buni 3 yil o'tib men aytayapman, chunki 3 yil men bu odamdan o'sha ichki siyosatda siyosiy islohotlar kutdim. Bir muxolifat lideri olarak va bu narsaga biz shaxsim emas, o'sha tashkilotimiz ham, bizning tarafdorlarimiz ham mana shu kutish bilan o'tkazdik 3 yilni, ammo hech qanday siyosiy bir o'zgarish bo'lgani yo'q. Islohot bo'lmadi deb o'ylaysizmi? Siyosiy islohot bo'lgani yo'q. Ben bunu aniq aytishim mumkin. Tabii iqtisodiy ma'noda bazı o'zgarishlar bo'ldi, bazı liberalizm yaqin hareketler, liberal hareketler bo'ldi. Ama siyosiy ma'noda hech qanday menimcha o'zgarish bo'lgani yo'q. Agar shunday bir o'zgarish bo'lgan edi, bugun o'sha Karimov paytida qurilgan 4 ta partiya bugun saylovga kirmas edi. O'zgarish bo'lganda. Karimov paytida kirgan 4 ta partiya o'sha bugun ham aynan hech qanaqa o'zgarishsiz yangi saylovga kiryapti. Ya'ni siyosiy spektrda yangi bir siyosiy bir partiya paydo bo'lgani yo'q. Tashqi siyosatda oladigan bo'lsak-chi, misol uchun mana Shavkat Mirziyoyev muzlab qolgan, o'sha tog'larda muzlab qolgan muzlarni eritdi desak xato bo'lmaydi. Qo'shnilar bilan bo'lgan munosabatlarni yaxshiladi. Birinchi navbatda Tojikiston bilan bo'ladigan munosabatlar oladigan bo'lsak, juda ham yaxshilangan. Biz buni juda xursandlik bilan qabul qildik. Xususan Tojikiston bilan bo'lgan munosabatlarda haqiqatan bir ochilim qildi. Va o'sha paytda buni radiolardan ham e'tirof qildim. Ochiqchasiga destekladik. Faqat Tojikiston bilan emas, Qirg'iziston, Qozog'iston bilan ham o'sha chegaralardagi avvalgi qatag'on Karimov paytida o'rnatilgan qatag'on haqiqatan o'rtadan qoldi, nima qildi, ko'tarildi va biz bunga juda sevindik va qo'llab-quvvatladik. Tashqi siyosatdagi, xususan qo'shnilar bilan bo'lgan siyosatda o'zgarishlar bor, albatta. Men ichki siyosatga ichki siyosatga nisbatan fikrimni aytayapman. Ichki siyosatda siyosiy islohotlar qilingani yo'q. Nima deb o'ylaysiz? Ichki islohotlarni o'tkazish uchun nima yetishmayapti O'zbekiston hukumatiga, Shavkat Mirziyoyevga? Jasorat yetishmayapti. Agar jasorat bilan bizga izin berganda edi, muxolifatga izin berganda, biz qaytib borishimizga izin berganda edi, biz albatta bugungi O'zbekiston hukumatining siyosatini muxolifat olarak
siyosaten ham qo'llab-quvvatlagan bo'lardik. Albatta biz muxolifatimizni qilardik, tanqidimizni qilardik, lekin bu rejimning o'zi dunyoga boshqacha bir formatda, boshqacha bir demokratik bir imaj bilan o'rtaga chiqishi mumkin edi va aslida O'zbekiston uchun juda katta bir foyda keltirgan bo'lar edi. O'zbekistonga agar muxolifat qaytsa va shaxsan Prezident Mirziyoyevning ham obro'si ko'tarilgan bo'lar edi. O'zbekistonning ham bir davlat olarak, demokratiyaga yo'nalgan bir davlat olarak albatta obro'si oshgan bo'lar edi. Aslida muxolifatning qaytishi katta bir qo'lida katta bir qurol bo'lgan bo'lar edi. Afsuski bu nimadan, bu imkoniyatdan foydalangani yo'q bugun hukumat. Tabii buning subyektiv va obyektiv sabablari bor, ammo baribir ham bu sabablarni chetga surib qo'yganda ham baribir ham birinchi shaxsning roli juda katta. Agar birinchi shaxs bunga jasorat qilib muxolifatni qaytarish va muxolifat liderlarini reabilitatsiya qilish qaroriga borganda edi, bu O'zbekiston uchun juda katta bir imkon bergan bo'lardi. Ya'ni dunyoga o'zini yangi bir imaj bilan chiqishiga. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu Markaziy Osiyo davlatlari siyosatchilariga, siyosiy maydoniga qaraydigan bo'lsak, muxolifatchilar asosan tashqaridan faoliyat yuritishadi. Bunday bir vaziyatni shakllanishiga sabab nima deb o'ylaysiz? Sabab O'rta Osiyo davlatlarida o'sha Sovetlar yıkılgandan keyin siyasi establishment o'zgargani yo'q. O'sha kommunistik liderlarning davomchilari bugun ham o'sha iqtidorda turibdi. Ya'ni o'sha kommunistik zihniyat bizda o'zgargani yo'q. Baltik bo'yida o'zgardi, hatto Rossiyada ham o'zgardi, ammo Rossiyada bugun tabii eski kommunistlar u yerdan bor, lekin umuman siyosiy landshaftga qaraganimizda eng o'zgarmagan bo'lgi olarak O'rta Osiyo jumhuriyatlari qoldi. Ular mana shu bugungi rahbarlarning hammasi o'sha Sovet davrida ishlagan kommunistik rahbarlar. O'shaning buni birinchi sabab olarak siyosiy zihniyatni men ko'rsata olgan bo'lardim. Ya'ni kommunistik zihniyat bizda o'zgargani yo'q, afsus. Buni o'zgartirish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Buni o'zgartirish uchun albatta xalqning irodasi juda muhim. Ammo xalqning irodasini ham o'rtaga qo'yish uchun ba'zi bir tarixiy shart-sharoitlar bo'lishi kerak. Shu tarixiy shart-sharoitlar bizda yetishmadi. Xalqda o'sha qayta qurish paytida paydo bo'lgan bir shijoat, bir o'sha yangilikka, ozodlikka tavajjuh keyingi o'sha 25 yilda o'tkazilgan zulm oqibatida juda susaydi. Ya'ni xalqdagi passionar kuch biz kutgan darajada shakllana olmadi mana shu 25 yil ichida. Ya'ni bu 25 yil oz bir muddat emas aslida. Bu bir chorak asr degan narsa va mana shu davr ichida biz kutdik, ammo qattiq, xususan O'zbekistonni men olayapman. O'zbekiston xalqi katta bir zulm ko'rdi mana shu 25 yil ichida. Men faqat bularning eng kattasi bilasiz, o'sha Andijon voqealari bo'ldi. Orada minglarcha odam o'ldirildi va undan tashqari, bu qatlamdan tashqari minglarcha odam qamoqlarda o'ldirildi, surgun qilindi. Ya'ni bunday bir qatag'on siyosat boshqa O'zbekiston eski Sovet jumhuriyatlarida O'zbekistondagidek yuz bergani yo'q. Shuning uchun ham O'zbekistonda siyosat qilish, O'zbekistonda muxolifat qilish o'lim va qalin, hayot va mamot darajasida edi. Va bugun ham agar bir u yerda muxolif bir ses chiqayotgan bo'lsa, bu hali ham demak o'sha xalqdagi kelajakka umid so'ngani yo'q deb o'ylayman. O'zbekiston va Tojikiston munosabatlari haqida gapiradigan bo'lsak, Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin o'sha viza rejimi bekor qilindi. Karimov davrida o'rnatilgan, chegaralar o'rnatilgan minalarni ham tozalash harakatlari boshlandi. Juda go'zal e'lon ish qilishdi. bo'ldi va siz birinchilardan bo'lib turib mana shu tashabbus bilan chiqqaningiz esingizda bor. Minalar tozalanishi kerak degan tashabbusni birinchi bo'lib siz gapirgandingiz. Nima deb o'ylaysiz? Ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni yanada yaxshilash uchun, xo'p, yangi bir davrga olib chiqish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Qanaqangi takliflaringiz yoki istaklaringiz bor o'zingizda? Birinchidan vizalar bekor qilinishi kerak. Va umuman faqat Tojikiston bilan emas, mening masalan orzuyim O'rta Osiyo o'sha jumhuriyatlari, 5 ta jumhuriyat orasida gumruk bekor qilinishi kerak, vizalar bekor qilinishi kerak. Yagona o'sha iqtisodiy bir alan, iqtisodiy maydon sifatida
ve tan olish kerak. Tabii tashqi siyosat, ichki siyosatda o'zlari almasib qiladi, ammo bu yerda iqtisodiy zona erkin bir zona bo'lishi kerak va oldi berdi tijorat hammasi erkin bo'lishi kerak. Xalqlarimiz hammasi birlashib ketgan. Ya'ni o'zbek, tojik bir-biriga birlashgan. Qirg'iz, o'zbek hammasi ya'ni. Bu biz bitta bir regionda bitta endi millat demayman, ammo bitta millat o'z aslida doim shunday bo'lgan. Mana shu o'sha jo'grafiyani yangidan tiriltirish kerak. Bizda mahalliychilik, millatchilik bo'lmasligi kerak. Biz qardosh xalqlarimiz. Ya'ni qonimizga aralashgan va bir-birimizni sevib, hurmat qilib, avvalgidek qancha asrlar joyida qanday yashagan bo'lsak, shunday yashashimiz kerak. Dushmanlik urug'ini mana shu keyingi paydo bo'lgan, xususan Karimovni men aytyapman, unga o'xshagan liderlar bizga sepdi. Minalarni Karimov o'rnatdi. Tikanli simlarni ham Karimov o'rnatdi. Buni na Qirg'iziston, na Qozog'iston, na Tojikiston o'rnatdi. Bular Karimovning merosidan faqat o'zbeklar emas, bundan tojiklar ham qutulish kerak, qirg'izlar ham qutulish kerak, qozoqlar ham qutulish kerak. Ya'ni biz bitta xalq sifatida yashashimiz kerak. Mana shu bizim shu maydon bizga bergan, Alloh taolo bergan bu nimada qardoshcha, birodarcha yashashimiz kerak. Mening orzuyim shu. Oxirgi paytlarda xususan O'zbekiston haqida gapirar ekan, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi haqida gapira boshlashdi. Yevrosiyga qo'shilish masalasi gapirilyapti. Umuman mana shu Rossiyani orqada devor sifatida ko'riladigan mana shu ittifoq haqida fikringizni bilmoqchi edik. Ya'ni O'zbekiston agar yoki Tojikiston deylik, bu ittifoqqa qo'shiladigan bo'lsa nima o'zgaradi? Bugun bu ittifoqning asoratlarini Qozog'istonda ham ko'ryapmiz, Qirg'izistonda ham. Masalan, qirg'izlar hozir ba'zi joylarda mitinglar qilishyapti bu ittifoqqa qarshi va ular bu ittifoqdan qozongan bir tarafini ko'rayotganim yo'q. Qozoqlar ham juda shikoyatchi. Hatto Lukashenko ham bu ittifoqdan shikoyatchi. Mana shunaqa bir fonda va butun bu ittifoqqa kirgan xalqlar bugun norozi ekan, O'zbekistonning bunga tavajjuh ko'rsatayotgani odamning aqliga sig'maydi. Agar bu xalqlar haqiqatan yaxshi ekan, bir qandaydir bizga namuna olarak bular o'rtaga chiqib turib ko'rsatsa edi o'sha nuqtalarni. Va mana ko'ryapsizmi, mana shu xalqlarning ahvoli yaxshilandi. Ittifoqqa kirib hamma boyib ketdi yoki mana farovon yashayapti desaydi. Unda bir qandaydir o'zi, ammo hamma norozi ekan, nega O'zbekiston o'zining ahvolini yana ham battar qilish uchunmi kiryapti bu masalaga? Menimcha Tojikiston ham O'zbekiston ham bu narsadan uzoq turish kerak. Biz o'zimizning bo'lganimizda, o'zimizning mintaqamizda bu integratsiyani rivojlantirishimiz kerak. O'sha muqobil yo'l sifatida qanday bir taklifingiz bo'lgan bo'ladi? Birinchi navbatda biz qo'shni mana shu davlatlar, qardosh davlatlar orasidagi bir integratsiya bo'lishi kerak. Mana shu u ittifoq emas, o'zimiz bir 5 jumhuriyat orasida mana shunaqa yaqinlashuv, do'stona, birodarcha, qardoshcha bir siyosat bo'lsa va bu o'sha integratsiya hem iqtisodiy ham siyosatan bitta bir koordinativ bir markaz qurilib, ya'ni bitta davlat demayman, ammo bir ittifoq olarak o'rtaga chiqsa, keyin boshqa ittifoqlar haqida o'ylab ko'rish mumkin, agar foydali bo'lsa. Menimcha hozirgi etapda juda katta, menimcha O'zbekiston bu narsadan yutadigan hech bir joyini ko'rayotganim yo'q. Nima deb o'ylaysiz, o'sha yangi Markaziy Osiyo ittifoqi haqida gapiradigan bo'lsak, bu qanchalik og'riqli va og'ir jarayon deb o'ylaysiz? Buni qanday qilib amalda ro'yobga chiqarish mumkin? Menimcha Karimovcha siyosatdan voz kechsak og'ir narsa emas o'zi. Avvalgi jo'grafiyani ko'ring siz. Avval Sovet paytida qo'yilgan o'sha infrastruktura bugun ham hali yo'llar kesib tashlandi, boshqa bo'ldi. Ammo o'shaning bir suldori, o'shaning silueti, o'shaning sxemasi bor. Ben aytayotganim yo'q, bitta davlat avvalida qur. Keragi yo'q uning mishsa. Hammasi o'zining davlati, o'zining bayrog'i mustaqil bir. Ammo siyosiy integratsiya mutlaqo bo'lishi kerak. Chunki buni bizning jo'grafiyamiz talab qilyapti. Bizning yerimiz, bizning urf-odatimiz, madaniyatimiz buni talab qilyapti. Ya'ni biz bitta bölgede, bitta mintaqadagi xalqlarimiz. Ya'ni busiz ahvolimiz og'ir. Agar shu integratsiya bo'lsa, bizning boshqa bir integratsiyaga bizning nimamiz ham qolmaydi, muhtojligimiz qolmaydi. Bundan aminman men. Endi bir savolga qaytadigan bo'lsak, chorak asrdan biri siz hijratdasiz, O'zbekistondan tashqaridasiz.
yana qancha kutishga tayyorsiz? Ömrümün sonungacha kutishga tayyorman, ama bizning umrimiz ham mana deyarli asos qismi o'tib bo'ldi endi. Alloh yozgan narsa bo'ladi. Mening ishim o'zimning fikrimni to'g'ri aytib va xalqim uchun men yaxshi deb o'ylagan narsalarni ifoda qilish. Ama muvaffaqiyat Allohdan. Ya'ni biz bugungacha to'g'ri gapirdik, inshaalloh to'g'ri gapirishda davom etamiz. Va zulm bor ekan, men unga qarshi gapiraman doim. O'zbekiston Markaziy Osiyoda bugun zulm bor deb ayta olasizmi? Albatta. Zulm hech bo'lmasa, masalan, mening vatanimga hech narsa, xalqimga qarshi, vatanimga qarshi hech narsa qilmaganim holda meni O'zbekistonga kiritmaslikning o'zi bitta zulm. Katta zulm aslida. Hech qanaqa haqqi yo'q hech kimning. Muhammad Saloh kiritdi. Men nima qildim? Ben umrim bo'yi xalqimga xizmat qildim. Va buni ochiq yuz bilan boshim tik olarak aytishim mumkin. Va buni xalqim ham biladi buni. Va buni Mirziyoyev ham biladi. Nega meni kiritmaydi? Masalan, men o'zimdan aytyapman. Va bunga o'xshagan adolatsizliklar son mingta O'zbekistonda. Va bugun muxolifatga yo'l berilmasligi, mana siyosiy islohotlarning qilinmasligi, butun xalq o'sha adolat hali hech bir shaklda yuzaga chiqqani yo'q. Tabii ba'zi narsalar qilinyapti. Endi 3 yil o'tdi, uni ham qilmasinmi yani? Qilinyapti. Men ozgina qilingan narsani doimiy qo'llab-quvvatlaganman. Mana Tojikiston bilan yaqinlashishni juda men chiqib gapirganman radioda, BBC'da ham, boshqa joyda ham. Va Qirg'iziston bilan yaqinlashuv, Qozog'iston. Ya'ni bu eshiklarning ochilishi katta bir ne'mat bo'ldi. Men buni e'tirof qildim. Hozir ham aytyapman. Ama ichki siyosatda hech qanday o'zgarish yo'q. Siyosiy islohot bo'lmaguncha iqtisodiy islohot bo'lsa ham hali bo'lgani yo'q. Iqtisodiy ozgina liberalizmga kelindi, lekin bo'lgani yo'q. Avval siyosat, keyin iqtisod. Karimovning siyosatnamasi boshqa edi. Avval iqtisod, keyin siyosat derdi. Ama avval siyosat, keyin iqtisod. Siyosiy islohotlar bo'lmaguncha iqtisodiy islohotlarning bo'lishi ham dargumon. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Sağ olun.